Okalar bugun gayiga ish bilan boruvdim. Bitta yaqin okaxonni ko'rib qoldim. Mashina olgan ekanlar, Cobalt. Bugun natart qilib gayiga borgan ekanlar. Shu gayida ko'rishib qolganimda, ukajonim gayi xizmatlari juda baland ekan narxlari, mashinani sotib bermay gayi qilmayman dedilar. Men aytdim, "Oka, natartni oldi sotdi qilgan bo'lsangiz" dedim. "Sotolmaysiz. Gayi qilishingiz kerak, oxirigacha nomer taqishingiz kerak" desam, "Yo'q, men qilmayman, sotib yuboringlar" dedilar. U natart qilish ham, natartni atmen qilish ham pul ekan. Okalar, agar iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, gayini narxlarini tushirib beringlar. Agar sergili mashina bozorda qancha ko'p oldi sotdi, qancha ko'p peraparniyni bo'lsa, ishoning, o'sha aka ukalarga, bozorchi akalarimizga qancha ko'p pul tushsa, Abu Saxiy, O'ruzor, Farhod bozori, Chorsu bozori hamma yurib ketadi. Chunki eng ko'p rasxod qiladigan shu sergilidagi mashina bozorda aka ukalar bo'lishadi. Lekin gayini narxlari juda baland, juda. Agar narxlarni tushirib bersanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Joninglar sog' bo'lsin. Atmetga qilib qo'yinglar.